Chaqmoq chaqar, yomg'ir yog'ar, yomg'ir yog'ardi tinmay. Hey hey hey. Hey hey. Nima edi u? Yuragim jiz etib ketdi. Tomda nimadir yuribdimi deyman. Ha, mana taqqilatib yo'q. Ha? Nima deysan? Ey do'stim. Nima gap? Qalaysan, yaxshimisan do'stim? Rahmat. Do'stim, tost. Mana shu magazinda sotiladimi? Ha, 100 lira, 100 ming. Qancha to'lashim kerak? 300 ming to'lashing kerak ikkita uchun. Do'stim, menga bitta savjoq ber. O'zim chiqaraman 250 ming ikkalasi. Bu biz o'zimiz nima qilamiz? Alloh uchun sotamiz. Do'stim, bo'la qol, sen dadang xursand bo'ladi. Menga fursat, ozroq bir kelishib olaylik ikkovimiz. Ko'proq pul ishlaysan. Sen bu yerda baribir kamgina pul ishlayotgan bo'lsang kerak. Foyda qilish xohlaysan, davay nima qil? Gapiga tushunmadim, shuning uchun yo'q deyman. Xullas men o'zimni shopimda menga tayyorlab bermoqchiman. Xullas shunga o'xshagan bir nima taklif qildi. Vali anu yana keldi. Nima deysan? G'alati erkak ekan, shubhali odam ekan, hey deydi, ha? Bu juda yaxshi joy ekan, ha? Nima demoqchisan? Sen menimcha juda ham zo'r bor birodlaring bo'lsa kerak bu yerda. Nima haqida gapiryapsan? Bu yerda sen juda yaxshi pussilar olib kelsan kerak. Tinch joy, hech kim eshitmaydi dedi. Xullas bu yerga isqirt qizlar olib kelsan kerak deyapti-da. Siyuq qizlar dedi. Tur yo'qol, menga muammo kerak emas. Hech kim eshitmaydi bu yerda. Zo'rsan-da sen o'zingcha shunchalar. Agar bu yerdan tur yo'qolmasang, hozir men chaqiraman politsiyani. Mahallaga ham chaqiraman xullas. Just remember to close the bathroom video. Xullas tualetda derazasiga yaqin kelishni esla deydi. Nima demoqchisan? Men bilan ko'p gapirma. Agar xohlasang, men seni baqirguningcha kechasi bilan isqirtay. Bala. Hatta